To'g'risi bugun yaxshi o'yin ko'rsatilmadi. Lekin Xudoga shukr qo'ldan harakat qildi. O'zbek Tayson o'zining oktagondagi ikkinchi jangini o'tkazdi va g'alabaga erishdi. Kecha bo'lib o'tgan bu jangda unga qirg'izistonlik debyutant raqiblik qildi. To'g'risi jangdan hech kimning ko'ngli to'lmadi, hatto Tayson o'zini ham. Keling jangni ko'rib chiqsak. Tayson asosan kurashga mashq qilgani bilindi. Jang boshlanganidan jangchilar juda ehtiyotkorlik bilan harakat qilib boshlashdi. Tayson ilk hujumni boshladi va kurashga olib o'tishga muvaffaq bo'ldi. Ammo ikkinchi raund so'ngida raqib kurashga o'tmoqchi bo'ldi, ammo Tayson misli Habib kabi undan himoyalandi va uning ustiga chiqib oldi. Ammo shu holatdan keyin raqib Taysonni balivoy oldi va u juda yaxshi ushlagandi. Agarda uni raund tugab gong qutqarmaganda Taysonni bo'g'ib qo'ygan bo'lardi. Tayson g'alaba qozondi, ammo bu jangdan barcha muxlislar norozi bo'ldi. Jang juda zerikarli bo'ldi. Albatta Tayson ham buni sababini aytmay qo'ymadi. Chunki meni raqibim boshqa edi. Bundan oldin boshqa raqibni berib turuvdi. Yaqin u raqib kelolmadi. Chunki nimadir zakimni xo'jalabdimi bilan bir narsa bo'lib ekan. O'shanga bu raqibni kechaning o'zida bilib qoldim. To'g'risi o'zim shashildim, hayron qolib qoldim. Bu qanaqa urishadi? Qanaqa jangchi qiladi? Balki kuchlimi? Darbasi bormi? Balki urushib bergan bo'lamadi. O'shanga ya'ni xato qilishga ehtiyot bo'lib urishdim. To'g'risida uncha ustiga ham kirib borolmadim. Do'stlar, ushbu jang haqida fikringiz qanday? Kommentariyaga yozib qoldiring.